Javohir va Akmal kechqurun hazillashib eski o'rmonga kirishdi. Avvalga hammasi kulgili tuyuldi. Telefon chiroqlari yonib turardi. Osmonda yarim oy. Lekin o'rmon ichkarilashgan sari sukunat og'irlashdi. Qushlar yo'q, hasharotlar ham jim. Orqaga qaytamizmi? Dedi Akmal. Shu payt ular uzoqda xira yorug'likni ko'rishdi. Yorug'lik eski chirigan yog'och uy ichidan chiqardi. Balki odam bordir, yo'l so'raymiz, dedi Javohir. Ular eshikni itarib ochishdi. Ichkarida eski fonus yonardi. Havoda chirigan go'sht hidi bor edi. Burchakda esa bir kampir o'tirardi. U qimirlamasdi. "Ona, biz yo'ldan adashdik", dedi Akmal. Sekin kampir boshni ko'tardi. Ko'zlari oppoq edi, qorachiqlarsiz. U lablarini yalladi va past xirlagan ovozda dedi: "Juda kech qoldinglar." Bir zumda u o'rnidan sakrab turdi. Qo'lida zanglagan bolta paydo bo'ldi. Eshik ortidan qarsillab yopildi. Javohir ortga yugurdi. Lekin eshik joyida devor bor edi. Uy ichida yo'l yo'q edi. Faqat kampirning qadam tovushi. Tap. 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 Akmal qichqirdi. Bolta havoni kesib tushdi. Fonus o'chdi. O'rmon yana jim bo'ldi. Ertasi kuni qishloq odamlaridan 2 yigit yo'qolganini eshitishdi. Lekin o'rmon ichidagi eski uy hech kim topa olmadi. Faqat ba'zi kechalarida daraxtlar orasidan xira yorug'lik ko'rinadi. Va kampir hali ham mehmon kutadi.